2025-yil ko'pchilik uchun omadli va barokatli kelgan bo'lsa, ayrimlar uchun esa katta yo'qotishlar yili bo'ldi. Buni o'tgan yilda yuz bergan dahshatli avariyalar misolida ko'rib chiqadigan bo'lsak, kimdir oila a'zosidan, kimdir do'stidan va yana kimdir jondan aziz farzandidan ayrildi. Zamon o'z yil sarhisobi doirasida O'zbekistonda yuz bergan ayanchli yo'l transport hodisalarini bir joyga jamladi. Yil boshida ijtimoiy tarmoqlarda Namangan viloyatining Chust tumanida dahshatli avtohalokat sodir bo'lgani va oqibatda 5 kishi halok bo'lgani haqida video xabarlar tarqalgandi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ma'lum qilishicha, 8-yanvar kuni Chust tumani Qorakapa mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan Chust-Axchapop avtomobil yo'lining 8-kilometrida Lacetti rusumli avtomobilni boshqarib ketayotgan haydovchi boshqaruvni yo'qotgan va yo'lning qarama-qarshi yo'nalishiga o'tib, o'z yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Damas va Labo rusumli transport vositalari bilan to'qnashuv sodir etgan. Biroq vafot etganlar haqida rasmiy axborot e'lon qilinmagan va holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilgani bildirilgan, xolos. Toshkent viloyatining Angren shahrida 7-sentyabr kuni 8 ta avtomobil ishtirokida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida 7 kishi halok bo'ldi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, hodisa Toshkent-O'sh avtomobil yo'lining 93-kilometrida yuz bergan. Fuqaro o'z boshqaruvidagi sement tashuvchi yuk avtotransporti boshqaruvini yo'qotib, harakat yo'nalishidagi temir yo'l kesishmasida to'xtab turgan 2 ta yuk avtotransporti hamda 5 ta yengil avtotransport vositalari bilan to'qnashib, yo'l transport hodisasini sodir etgan. To'qnashuv vaqtida kelib chiqqan yong'in voqea joyiga yetib kelgan maxsus kuch va vositalar yordamida tezkorlik bilan o'chirilgan. Hodisa oqibatida 7 nafar fuqaro voqea joyida vafot etgan. Turli tan jarohatlari olgan 5 nafar fuqaro tibbiyot muassasalariga yotqizilgan. Shuningdek, 4 nafar fuqaroga tibbiy yordam ko'rsatilib, uylariga javob berilgan. Vaziyatni to'liq o'rganish, jabrlanganlar va ularning oila a'zolariga yordam ko'rsatish hamda og'ir oqibatlarga olib kelgan shart-sharoitlarga huquqiy baho berish maqsadida tegishli davlat organlarining mutaxassislaridan iborat bosh vazir o'rinbosari Ramatov boshchiligida hukumat komissiyasi tuzilgan. 13-sentyabr kuni Namangan viloyatidagi temir yo'lning Chortoq va Uychi bekatlari o'rtasidagi kesishmada poyezd Gentra bilan to'qnashdi. Gentra haydovchisi yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzgan holda yaqinlashib kelayotgan poyezd oldidan temir yo'lni kesib o'tishga uringan. Ma'lumotlarga ko'ra, mashinada 6 kishi bo'lgan, 5 ayol va kichik bola. Kuchli to'qnashuv oqibatida mashinada hech kim omon qolmagan. Poyezd mashinistlari shoshilinch tormozni qo'llagan, ammo fojianing oldini olishning iloji bo'lmadi. Poyezdga ozgina zarar yetgan. Ushbu hodisa haydovchilarning asosiy xavfsizlik standartlariga rioya qilmasligi masalasini yana bir bor ko'taradi, deyiladi O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining rasmiy xabarida. 21-noyabr kuni ham Namangan viloyatida yo'l-patrul xizmat inspektori qoidabuzar haydovchi mashinani urib yuborishi oqibatida vafot etdi. Rasmiy xabarga ko'ra, soat 23:00 larda yo'l-patrul xizmat xodimlari tomonidan Namangan viloyati Davlatobod tumani hududida harakatlanib kelayotgan Onyx rusumli avtomashinaga to'xtash ishorasi berilganida, tegishli hujjatga ega bo'lmagan haydovchi xodimlarga bo'ysunmasdan qochishga uringan. Shu vaqtda ratsiya orqali oldinroqda xizmat olib borayotgan katta serjant Vahobjon Mo'minovga mazkur avtomashinani to'xtatish chorasini ko'rish yuzasidan xabar berilgan. Vahobjon Mo'minov haydovchiga to'xtash ishorasini bergan vaqtida haydovchi yuqori tezlik bilan xodimni urib yuborib, uning hayoti uchun og'ir tan jarohati yetkazgan. Ko'rilgan tezkor harakatlar natijasida transport vositasining harakati cheklanib, haydovchi qo'lga olingan. Biroq katta serjant Vahobjon Mo'minov viloyat tibbiyot birlashmasiga olib ketilayotganida vafot etgan. Xuddi shu kuni Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanida Lacetti va Isuzu rusumli yuk mashinasi ishtirokida odam o'limi bilan bog'liq yo'l transport hodisasi yuz berdi. 2003-yilda tug'ilgan haydovchi Isuzu yuk mashinasida belgilanmagan joydan Samarqand yo'nalishidan Toshkent yo'nalishiga burilish uchun yo'lning qatnov qismiga chiqqan vaqtida Toshkent-Samarqand yo'nalishi bo'ylab harakatlanib kelayotgan Lacetti mashinasi bilan to'qnashgan. Oqibatda Lacetti dvigatel qismida yong'in kelib chiqib, mashina to'liq yonib ketgan. Lacetti haydovchisi hamda transport vositasi salonida bo'lgan 4 nafar yo'lovchi voqea joyida halok bo'lgan. 25-noyabr kuni Namangan viloyatining Yangi Namangan tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida 28 yoshli yo'l patrul xizmat xodimi ham vafot etdi. Yo'l transport hodisasi soat 19:55 da Yangi Namangan tumanining Islom Karimov ko'chasida sodir bo'lgan. Haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan 18 yoshli fuqaro Onyx avtomobilini katta tezlikda boshqarib ketayotib, o'zi bilan bir yo'nalishdagi avtomobilni noto'g'ri quvib o'tayotganida oldindagi tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyidan yo'lni kesib o'tayotgan piyodani urib yuborgan.
Oqibatda Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimi 28 yoshli Safdor Doniyor Nurulloyev og'ir tan jarohatlari sababli voqea joyida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Yangi Namangan tumani prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Yo'l patrul xizmati xodimi Doniyor Nurulloyev Yangi Namangan tumanida joylashgan Ichki ishlar vazirligining gospitaliga davolanish uchun borgan bo'lgan. Rasmiy statistikaga ko'ra 2025-yilning dastlabki 9 oyida respublika bo'ylab 5895 ta yo'l transport hodisasi qayd etilgan. Ularda 1303 kishi halok bo'lgan, yana 4592 nafar fuqaro jarohat olgan. 2024-yilning shu davri bilan taqqoslaganda avariyalar soni 3.8% ga yoki 232 taga kamaygan. O'lim holatlari 4.8% ga kamayib 1368 tadan 1303 taga tushgan. Tahririyat faqat ommaga ma'lum yirik yo'l transport hodisalarni bir joyga jamladi. Siz o'tgan yil davomida qanday avariyalarga guvoh bo'ldingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.